Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun bizning uydan sharq tarafiga 40 minutlik mashina haydab bag'iladigan bir shtatlik bog'chida yo'l yurgach sizlarga shu qiziqish, havas yoki hobi to'g'risida azroq so'zlab bermoqchi. Hammamizningki o'zga tushliq ba'zi qiziqishlari, havaslari bo'lishi mumkin. Bo'libmi bak yosh vaqtimizdan boshlab qiziqqan ba'zi ishlarni biz izchil davom qila olsak, u bizningki umr bo'yi bir hobimizga, ya'ni qiziqishimizga, havasimizga aylandi. Ammo iliq yosh vaqtlarda bak qiziqishi bo'lmagan, alayda bir ishga havas qilmagan kishilarning yoshning cho'ng'ishiga ergishib bir ishning ichiga kirishi biroz qiyin. Shundaqdimi men o'zimning tajribalariga asosan bu haqda qarindoshlarga azroq tavsiya berib o'taman. Men shu oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarimdan boshlab havas qildigan 3 ish: sayohat qilish, resimga tortish, anandan keyin piyoda yo'l yurish. Men bu havasni shu toki shu oliy maktabda o'qiyotgan vaqtdan tortib hozir qadar davomlashtirib, izchil davomlashtirib kelyapman. Shu sababdanmi hozir shu xizmat orliqlarida, hafta oxirlarida agar boshqa ishlardan vaqtimni chiqara olsam, lakinza men atrofdagi manzarlik tabiiy joylarga berib, bir tarafdan rasmga tortqach, bir tarafdan yo'l yurib kelaman. Endi bu yo'l yurishninki sog'lomlikqa bo'lgan foydasi to'g'risida men oldingi bir necha leksiyalarimda qayta so'zlab o'tgan. Haqiqatmi bo'libmi bak 50-60 yoshdan oshgan insonlarga nisbatan yoshlardagidek undaq halaqa muskullarni chiniqtiradigan ig'ir tipdagi chiniqishlarni qilolmaganligiga nisbatan yo'l yurish, shu suv uzish degandeklar nihoyatda yaxshi bir badan chiniqtirish. Buningda eng muhim bo'lgani izchillik. Meningki shu burundan tortib yetildigan qiziqishim, ya'ni hobim sababidan men boshqa tantarbiyaning boshqa turlarida alayligim bo'lmasimi, ammo yo'l yurishda men xeli alayligim bor deb qarayman. Ya'ni xeli o'zimdan yoshlardan nisbatan xeli uzun yo'l yurishga bardoshlik bera olmayman. Endi bu bugun so'zlamoqchi bo'lgan hobi, ya'ni qiziqish masalasiga kelsak, buningki bizningki mayli sog'lomligimizga, ya'ni jismoniy va ruhiy sog'lomligimizga hammasiga nihoyatda yaxshi foydasi bor. Bo'libmi bak ruhiy sog'lomlik jihatda men uningki unumini alaydi deb qarayman. Chunki shu vatanda lager boshlanib, vatan bilan aloqamiz uzilgandan keyin ko'plagan qarindoshlarga nisbatan o'ziningki shu ruhiy jihatda qo'llashdan mahrum qolganligi sababdan, ya'ni yurtidagi urug' tuqqanlar, do'st birodarlar bilan aloqalashamaganlik sababidan nurg'un jihatda, ya'ni ruhiy jihatda tushkunlashadigan ahvollar yuz bergilik. Bu jihatda men ko'p to'xtalmasammi, bu hammamizga ayon. Yana bu burunqi yurt bilan aloqaga, ya'ni yurtga berib keladigan bu ishlardan hammasidan mahrum qolgandan keyin insonlarniki nurg'unlagan vaqti bo'sh chiqadi degan gap. Ya'ni xizmatdan keyin, oila turmushidan keyin o'ziningki alayda bir qiziqishi, havasi bo'lmasa, o'zining qildigan xizmatlarini qilib bo'lib baqa qolgan vaqtida ish pushiydigan gap, nima qilarini bilmaydigan gap. Bu bizningki shu hozir ijtimoiy taratqularda bo'layotgan har xil
g'iybat gap setishninki bir sababi deb qarayman. Chunki inson qirg'ili ish bo'lmagandan keyin hayotida biror narsani ahamiyatli deb qaramaganligi uchun shu kompyuter oldida o'tirib boshqalarninki g'iybat paranglarini anglaydigan yoki g'iybat paranglarni tarqitib shundan huzur oladigan ishlar bo'ladi. Buningki eng oxiridagi natijasi nima degan vaqtida insonlar orasida ko'ngilsizlik yaratib, hammamizningki ruhiy sog'lomligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan gap. Bulardan saqlanish uchun hamda nima ish qilish kerak deganda cho'qim bir qiziqadigan ishni tepib qilish kerak. Bu nihoyatda muhim. Biz uning qiziqqanligimiz uchun, ya'ni birisi majbur qilgan yoki vazifa sababidan emas, o'zimizning ishimizning qiziqqan bo'lganligimiz uchun buningga vaqtim yo'q, yerib ketdim, charchab ketdim deydigan hech qanday bana ko'rsatish bo'lmaydi. Ya'ni bu xil havaslarga insonlar ishidan chiqib qiziqqanlik uchun turmush va xizmatdan boshqa vaqtlarini mushu ishlar bilan shug'ullanish orqali jiddiy zich o'tkazadi. Bundaq bo'lgan vaqtida yo'qilang paranglarga, gap cho'chaklarga, g'iybatlarga aralashadigan vaqtimi bo'lmaydi. Anandan keyin ruhiy jihatimi sog'lom bo'lishga kafolatlik qilib bo'ldi. Bu meningki o'zimningki tajribamdan chiqargan bir yakun. Ya'ni men mushu o'zimningki yuqorida men deb o'tgan, ya'ni sayohat qilish, yo'l yurish, rasm tortishdan iborat mushu 3 xil havasimningki turkisi sababidan men bo'sh vaqtlarimni mushu yaqin yiroqdagi go'zal manzarlarga berib o'tkazishni yaxshi ko'raman. Balkim ijtimoiy taratqularda ko'rayotgan sizlar men o'zimningki mushu havasimningki natijalarini andamunda qarindoshlar bilan o'rtoqlashib kelyapman. Endi biz mushu burun alayda bir qiziqish havasimiz bo'lmaganlar qanday qilib mushu havasni, ya'ni hobini yetildiramiz degan vaqtida biz cho'qim mundaq bir tarafni asos qilib o'ylanishimiz kerak. Ya'ni sog'lomlik, mayli o jismoniy sog'lomlik bo'lsin yoki ruhiy sog'lomlik bo'lsin, sog'lomlik hammamizning o'ziga tava. Ya'ni bu bizningki o'zimizning shaxsiy masalasi. Biz uningga ko'ngil bo'lmasak, boshqa hech kim uningga ko'ngil bo'lmaydi. Shunlashqimi biz buni o'zimizningki manfaati uchun tub foydali ish deb qarab, mayli uningki qanchalik qiyin bo'lishidan qat'iy nazar bir ishlarga havas qilib ashuni izchil davomlashtirsak, biz uningdan huzur ola olamiz yoki uning foydasini ko'rgandan keyin barbara u bizningki havasimizga, ya'ni hobimizga aylanadi. Mayli biz uni yo'l yuraylik, mayli sayohat qilaylik yoki bo'lmasa suv izlaylik yoki rasm tortaylik yoki biliq tutaylik, mayli nemish qilsak qilaylik, bir ishni o'zimiz yaxshi ko'rgan bir ishni izchil davomlashtirsak, u cho'qim bizningki qiziqishimizga, havasimizga, hobimizga aylandi. Buningki men yuqorida deb o'tgandagidek har xil ahamiyati bor. Jismoniy jihatdagi ahamiyati, sog'lomlik jihat, ruhiy sog'lomlik jihatdagi ahamiyati, anandan keyin eng muhimi mushu ahamiyatsiz g'iybat, mushu talash tortishlardan xoli bo'la olamiz. Albatta, agarda hamda boshqa millatga foydali, texmi foydali ishlarni qilay desak, umi yaxshi, uningmi mushu yo'qlang ishlardan, ahamiyatsiz ishlardan xoli bo'lishga foydasi bor. Endi bizningki mushu qarindoshlar, ya'ni ailasi bilan aloqasi uzilgan qarindoshlarningki nima uchun mushu bekorlik his qilib yo'qlang paranglarga aralashadi degan vaqtida mening bilishimcha u qarindoshlarning ko'pinchisi siyosiy faoliyatlardami uncha aktiv emas. Chunki ular bir tarafidan oilasidagilar bilan aloqa qilolmay yoki yurtiga berib ko'rib kelolmay nurg'un vaqtlari bo'sh chiqqan bo'lsa, yana bir tarafdan
davaga yoki har xil siyosiy faoliyatlarga qatnashsam ailemga ziyon keladi degan endişe tübeylidən bununla mı qatnaşmaydı? Yani ikkili tarafda yo'q. Şunlaşqa bu xil qarindoshlarniki vaqti boshqa aldirash o'tgan qarindoshlarga nisbatan xilili ko'p vaqti bor deb qarashga bo'ldi. Bu yerda bu xil endişening o'zi, ya'ni chet elda da'voga munosabatli shuncha ko'p ish bor yerda biz onunla qatnaşmay, shu o'zimizni ayrim bir dunyo qilib qochirib qilishninki o'zi ham uningdan paydo bo'lgan endişening o'zimi bizningki ruhiy sog'lomligimizga alohida salbiy ta'sir ko'rsatgan omillar. Shunlashqa bu yerda men alohida ta'kidlab o'tadiganim, mayli biz bo'sh vaqtlarimizda siyosiy faaliyetlerge yoki davaga foydali ishni qilayli yoki bo'lmasa o'zimizningki shu hobisi, qiziqishi, havaslarini qondirish uchun har xil faoliyatlarni qilayli. Bu qaysi nuqtadan bo'lsa hammasi bizniki sog'lomligimizga, ruhiy kayfiyatimizga nihoyatda foydali. Shunlashqa mening qarindoshlarga tavsiyarim, biz turmuşdan, hizmetten işinci vaqtlarımızda ya siyasi faaliyet ya davaga foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lishimiz yoki bo'lmasa o'zimizninki shu qiziqishlarga vaqt sarf qilish orqali o'zimizning vaqtini ahamiyatli zich o'tkazishimiz. Shunday qilgan vaqtimizda biz nurg'un bema'ni ishlardan, g'iybatlardan, bema'ni ishlardan, quruq ağır çıkmaydigan talaş tartışlardan xali bo'lalaymiz. Hem günümüz ahamiyatli o'tadi, hem ruhiy ve jismoniy jihatda sog'lomligimizga kapolat qila olamiz. Men bugun bu jihatdagi, ya'ni hobiy jihatdagi o'zimniki qarashlarni mushayag'ichilik o'rtoqlashib o'tay. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Allah hammamizniki zihnini ochiq qilsin, ruhiy ve jismoniy jihatda sog'lom qilsin, tafakkurimizni ochiq qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.